Bu millat oydinlari tarixini, hayoti va faoliyatini o'rganganimiz sari ular barhayot bo'laveradi. Yuraklarimizni bir chetini tirnayotgan armonlar qayta gavdalanadi. Har bir davrda va millatning har bir farzandi ruhida boqiy yashab kelayotgan vatanning mustabidlar zulmidan ozod bo'lishini, elga erk, hurriyat istagan xalqimizning qalbi uyg'oq farzandlari bo'lmish jadidlar hamisha fikri yodimizda egallaydi. Bu millat oydinlari tarixini, hayoti va faoliyatini o'rganganimiz sari ular barhayot bo'laveradi. Yuraklarimizning bir chetini tirnayotgan armonlar qayta gavdalanadi. Ko'z o'ngimizda turgan haqiqat go'yoki ularni qaytarib olish mumkindek katta umidlar beradi. Ruhan tirik jadid ajdodlarimizning alamli dardlari, avlodlarimiz tomirlarida oqayotgan ma'rifatparvarlarning qonli vasiyatlari tillarda qotib qolgan vatan hasratlari hayollardan tasvirlarga, o'ylardan kitoblarga, odamlardan olamlarga ko'chaveradi. 100 yillar o'tsa hamki, milliy o'zlik tarixi, mustaqil millat, mustaqil yurt, mustaqil mafkura haqiqati yolqinlanaveradi. To'g'ri, ularning quchib yig'laydigan qabrlari yo'q, yo'qotilgan, izlari yo'q, o'chirilgan. Lekin jadidlar yashaydigan qalblar bor, so'nmaydigan, ma'rifatga tashna jadidchi izdoshlar bor. Ahdidan qaytmaydigan, jadidona adabiyot xazinasi bor. To'lg'onib, talpinib o'qiladigan, demakki ular o'lmagan. Ular biz o'qigan sahifalarda qayta yaralmoqda. Ilm yog'dusiga tashna turkiy dunyoga chiroq tutgan, tilda, fikrda, ishda birlik degan ezgu g'oya bilan maydonga chiqqan taraqqiyparvarlar xalqning bolalari taqdirini o'ylaydilar. Millatning ertasini ko'zladilar. Jaholatdan olib chiquvchi yo'lni ta'limda, maktablarda, teatr va kutubxonalarda ko'ra oldilar. Eng og'ir tuzum tebranishlarda yoshlarni ilg'or davlatlarga o'qishga yuborish, ma'rifat ulashish maqsadida yondilar. Jadidlarning g'oyalari milliy uyg'onish, milliy mafkurani tiklash yo'lida qudratli kuchga aylanib, jamiyatni to'lqinlantirib yubordi. Ular o'zandan toshgan va ters oqqan daryo, kishanga toqatsiz tulporlar, millatning ko'pirgan qoni, ma'rifatning jaholatdan halqumga kelgan jonidir. Jadidlar vatan mohiyatidan izlangan savollarning yangi sadosi, bag'ri nidoga to'lgan ona Turkistonning qarog'i ortiga oqqan ko'z yoshlari, shu yurtning o'zligi, yangi O'zbekistonning ildiz tomirlaridir. Hayot deb atalmish ne'mat qimmati, inson sha'ni va uning hurmati, millat va vatanga munosiblik ne ekanini anglatish uchun dunyoga kelgan ibratdir ular.